Mana bu o'zbek bokschisining zarbalarini dahshatli kuch tufayli unga Oq Tayson deb laqab berilgan. U butun karyerasi davomida katta raqiblar bilan jang qilib, faqat g'alaba qozongan. U O'zbekiston tarixidagi eng ko'p unvonga ega bokschilardan biri hisoblanadi. Ruslan Chagayevning karyerasidagi eng yaxshi jang sifatida bu rossiyalik boks afsonasi Nikolay Valyevga qarshi bo'lgan jang hisoblanadi. Chagayev 2 metrli rus ulkandan qo'rqmadi. Birinchi raunddayoq Ruslanning tezligi rossiyalik uchun katta muammo bo'lishi ayon bo'ldi. U zambir raqib tomon otilib, chaqib olib, yana o'zini xavfsiz masofaga olib chiqardi. Valyevning ahvoli tobora yomonlasha boshladi. İlk bor o'zini qo'lga olib turgan jo'shqin murabbiy ham ortiqcha chiday olmadi va hayajon bilan baqira boshladi. Murabbiyning ushbu nutqlari Kolyani olg'a yurishga undadi, ammo g'alaba qozonishga yordam bermadi. Do'stlar, kanalimizda Ruslan Chagayevning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.